O'g'iloy Aliqulova hozir talabalik davridanoq ko'plab she'rlar yozib, hatto mana to'plamlar muallifi bo'lmoqda. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti talabalari kimlarning izdoshlari ekanligini yaxshi biladi. Shu dargohdan Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, O'tkir Hoshimov, Halima Xudoyberdiyeva kabi shu xalqimizning, millatimizning faxriga aylangan ijodkorlar yetishib chiqqan. Demak, ularning izdoshlaridan bo'lgan O'g'iloyni o'zini she'rini eshitamiz. Marhamat O'g'iloy. Nomsiz she'r. Yonginamdan o'tib ketar qish. Kostyumi ho'l sovuq hislardan, ko'zlarimdan qiyinmas o'qish qahratonning iqrorlarini. Men yashashni istayman hamon, qorday oppoq, qordayin baxtli, samolarni chorlagim shu on, nishonlashga oniy lahzani. Bugun dunyo muzlar uyqudan, bekinadi pinjimga quyosh, ko'zlarimdan sizar och tuyg'u, yeyishga shay mangu o'limni. Men tirikman, ko'ngil shahiddir, tan bermadim taqdirga butkul, bog'langanman bahorga umid, qordek dalli orzularimni. Qishga salom, qishga ehtirom, muzlamoqchi emasman darddek, shundoq ham jon olyapti orom, asrandi qish asrorlaridan. Qizim, sizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Juda ham she'ringiz yaxshi va o'ylaymanki, siz hali million muxlislarga ega bo'lgan O'zbekiston xalq shoirasi bo'lib kamolga yetasiz.